Assalomu alaykum yana bir bor. Mana dekabr oyiga ham yetib keldik. Mana bugun biz tajribamizni davom ettiryapmiz. Dilfuza aytganlaridek, quyosh tafti juda hozir past. Sezyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Sentyabr oyida bu yerda ancha issiq edi. Qo'limizni bunday qilgan paytimizda issiqlik urardi sentyabr oyida. Hozir esa? Hozir bo'lsa unaqa narsa yo'q. Bemalol tutib turishingiz ham bo'ladi bu yerga. Lekin biz tajribamiz pishgan. Lekin asl tajribamizning asosiy maqsadi ham shu. Yil bo'yi qaysi muhitda bu uskunamizga ko'proq samara beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Dekabrda sinaymiz, noyabrda sinadik, sentyabrda sinadik va kelasi yil ham sinovimizni davom ettiramiz. Biz faqat yozda qilmadik. Yozda qilganimizda balkim bu 5 minutda qaynarmidi choynaklarimiz, choylarimiz. Hozir endi lekin kuz mavsumida bo'lgani bilan ham shu sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida o'tkazgan bo'lsak ham dekabrga qaraganda yaxshi natijani bergan. Ammo tajribamiz davom etadi va buni albatta O'zbekiston bo'yicha yoyilamiz. Yana aytganimizdek, uskunamiz haqida gapirib o'tsangiz, bizda yana tayyor shunday ekopechlar hali bor. Avvalgi videoda ko'rganingizdek, bizda tayyorlangan 10 ta uskunamiz bor. Bular O'zbekiston bo'yicha tarqatiladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Balkim o'sha uskunalarning bittasi aynan sizniki bo'lishi mumkin. Sababi siz fikr yozib turibsizmi? Bu narsaga demak qiziqishingiz bor. Bepul. Va yana bepul. Ammo sharti tengdoshga tengdosh loyihasi orqali bizga xuddi bizdek harakat qilib tajribani siz ham o'tkazib borasiz. Bu juda ham oson. Biz sizga va siz bizga yordam beramiz va bu orqali butun respublikamizga shu masalada yordam bergan bo'lamiz. Albatta. Sababi tengdoshga tengdosh loyihasi, ya'ni sizni vaqtingiz ham ketmaydi va o'zingiz ham qiziqib turibsizmi? Qiziqib ishlagan ishingizdan o'zingiz zavq olasiz va o'zingizga ham bu yangilik bo'lib hisoblanadi. Va tajribani, masalan, siz ekran ortida bizni ko'rib o'tiribsiz, bu qanday qildik ham, bu o'xshamaydi, bu umuman bo'lmaydigan gap deb o'tirganlar, aynan sizlar bu narsani sinab ko'rishingiz kerak deb o'ylayman.